Agar kuchli qizni sevgisini qozonmoqchi bo'lsang, u sendan yordam so'rashini kutib yura olmaysan. Chunki kuchli qizlar yordam so'ramaydi. Ular o'zlarini muammolarini o'zlari hal qilishga o'rgangan, mustaqil bo'lishga o'rgangan, qat'iy qarorlar chiqarib, maqsadlar qo'yib shu bilan yashashga o'rgangan. Unaqa qizlar senga taklif bildirishini, sendan qanaqadir yordam kutib yurishini kutma. Ular bu narsani hech qachon qilmaydi. Agar sen kuchli qizni qalbidan joy olmoqchi bo'lsang, haqiqiy erkakligi xos bo'lgan mardlikni, haqiqiy erkakligi xos bo'lgan o'ziga ishonchni, hattoki erkakligi xos bo'lgan o'sha agressiyani ko'rsata olishing kerak. Men yoningdaman, men turib beraman, men hal qilib beraman. Ana o'shandagina ayol kishi sekin o'ziga ojiza bo'lishga ruxsat berishni boshlaydi. Mana men degan kuchli